Ogohlantirish. Ushbu qismda ba'zilarimiz o'zlashtira olmaydigan ma'lumotlarga duch kelishi mumkin. Ammo tomoshabinlarning tushunishi juda muhim. Shuning uchun biron bir xulosa chiqarishdan oldin har ikkala qismni oxirigacha tomosha qilishingizni so'raymiz. Bu va keyingi qismni. Jiddiy savol. Islom haqida nima deyish mumkin? Bu din ham oldingilari kabi o'zgarishlarga duchor bo'lganmi? Ya'ni 14 asr davomida unga qanday ta'sirlar bo'lgan? Nabiy sollallohu alayhi va sallam mening ummatim 73 toifaga bo'linadi. Ularning barchasi do'zaxda bo'ladi. Faqat bir toifa bundan mustasnodir dedilar. Shunda sahobai ikromlar ular kimlar ey Allohning rasuli deyishdi. Mening va sahobalarimning yo'lida bo'lganlardir dedilar. Islom o'zgarganmi yoki yo'qmi buni bilish uchun avvalo dinni o'zgartirish nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Umumiy ma'noda dinni o'zgartirish degani bu uning asosi hisoblangan muqaddas kitoblarga zarra miqdorida bo'lsa ham o'zgartirish yoki qo'shimcha kiritish demakdir. Va bunday o'zgarishlar bu dinga ergashuvchilarning aqidasiga ham katta ta'sir qiladi. Bunday holat esa o'tmishda kuzatilgan. Jumladan yahudiylik va nasroniylik bilan shunday o'zgarishlar sodir bo'lgan. Har safar ergashuvchilar tomonidan ilohiy vahiyga o'zgartirish kiritilganidan so'ng Alloh subhanahu va taolo insoniyatga monoteizm, tavhidni anglashlari va uni saqlab qolishlari uchun yangi vahiy yuborgan. Qur'on esa insoniyatga yuborilgan eng so'nggi va eng mukammal ilohiy vahiydir. Islom dini bugungi kunga kelib zarra miqdorda ham o'zgarmagan din hisoblanadi. Eng oddiy misol shundaki, boshqa dinlarga nisbatan uning asosi bo'lmish ilohiy vahiy qanday nozil qilingan bo'lsa, xuddi shunday saqlanib kelmoqda. Bu borada ko'plab dalillar mavjud. Masalan, Qur'oni Karimning mukammal strukturasi, sura va oyatlarning ideal matematik tartibda joylashtirilgani kabilardir. Qur'onning ilmiy yondashishga chaqiruvchi, unda berilgan bashoratlarning aniqligi va har qanday muammolarning mantiqiy yechimlari kabi misollar uning saqlanib qolganligining eng oddiy misoli. Uni o'zgartirishning imkoni yo'q. Negaki butun dunyo bo'ylab millionlab musulmonlar uni o'z qalblarida va zehnlarida saqlaydilar va xuddi shu ko'rinishda keyingilarga o'rgatadilar. Endi bir tasavvur qilib ko'ring. Dunyodagi barcha kitoblar yer yuzidan yo'q qilib tashlansa va ulardan hech narsa qolmasa, qaysi kitob 100% absolyut ma'noda tiklanadi? Faqat Qur'on. Negaki yuqorida aytib o'tganimizdek, Qur'onni millionlab odamlar har bir harfigacha yod oladilar. Subhanalloh. Bu esa Qur'onni hech kim o'zgartira olmasligi haqidagi eng asosiy dalillardan. Gap shundaki, Alloh subhanahu va taolo Islomning asosi bo'lgan bu kitobni har qanday buzilishlardan himoya qilishni o'zi kafolatlagan. Lekin shuni ta'kidlash kerakki, bu odamlarning aqidasi himoya qilinadi degani emas. Negaki barchamiz bu dunyo sinovidan o'tishimiz kerak. Shuning uchun ham yuqoridagi hadisda islom emas, islomga e'tiqod qiladiganlar 73 guruhga bo'linib ketadi deyilgan. Har bir guruh o'zlarining aqidasi va fiqh borasidagi masalalarini islom nomidan gapiradi. Oxirat kunida esa faqat asl islomgagina ergashganlar najot topadi. Ya'ni bular Qur'on va sunnatni mahkam tutganlardir. Hadislar haqida nima deyish mumkin? Ular ham saqlanib kelinmoqdami? Ular ham o'zgarishlardan himoya qilinganmi? Sunnat bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qilgan ishlari va aytgan so'zlari demakdir. Va u zotga nozil qilingan ilohiy vahiyning ikki tarkibiy qismidan biridir. Bu esa har bir musulmon ongi va qalbining ajralmas qismi hisoblanadi. Darhaqiqat, Qur'onda Alloh taoloning shunday so'zlari bor. U havodan nutq qilmas. U vahiydan o'zga narsa emas. Ya'ni kim Alloh subhanahu va taolo bizga rasulimizning so'zlarini vahiy ekanligini aytmoqda. Vahiy esa zikr hisoblanadi. Zikr Allohning muhofazasidadir. Sunnat ilohiy vahiyning bir qismi ekanini bilib oldik. Shunday ekan Qur'on bilan sunnat o'rtasidagi farqni ta'kidlab o'tish lozim. Qur'on Allohning kalomi bo'lib, payg'ambarimizga so'zma-so'z nozil qilingan vahiydir. Sunnat esa garchi vahiyning bir qismini o'z ichiga olsa-da, har doim ham Allohdan bo'lmagan. Sunnat bizga so'zma-so'z keltirilmagan, lekin mohiyati va ma'nosini o'zida saqlab qolgan.
Ana shu farqni anglab olishimiz kerak. Sunnatning ma'nosi avvalo payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning aytganlarini so'zma-so'z emas, balki ma'nosini yetkazish ekanligini tushunamiz. Islom dini bizga Alloh taolo Qur'on kalimalarini to'liq himoya qilishini va sunnatni ham himoya qilishini, lekin sunnatning aniq so'z va iboralarini emas, balki Allohning kitobini oydinlashtiradigan umumiy ma'nolarini himoya qilishini aytadi. Hadisning yolg'on ekanligini tushunish uchun esa hadisshunoslik ilmining maxsus fanini bilish kerak. Qaysi mezonlarga ko'ra hadis sahih yoki sahih emas deb topiladi degan savol kelibdi. Bu xuddi neyroxirurgdan bemorni operatsiya qilishda u qanday protseduralarni bajarishi va uni qanday qilishi haqida so'rashga o'xshaydi. Menga yoki sizga o'xshagan mutaxassis bo'lmagan odamlar buni tushunmaymiz. Neyroxirurg qanday ishlashini avtomexanik tushunmaydi va xuddi shu tartibda avtomexanik mashina motorini qanday qilib tuzatishini neyroxirurg tushunmaydi. Har bir kishida o'zining mutaxassisligi va bilim darajasi mavjud. Va bu uning noni. Hech qachon noldan boshlab o'rganmaganimiz yo'nalishni tushuna olmaymiz. Hadis ilmini o'rganishda ham katta fan bor. Mustalahul hadis. Bundan tashqari hadis intizomlarini, hadis roviylarini o'rgatuvchi ilmur rijol, al-jarh va ta'dil kabi alohida fanlar mavjud. Bularning barchasi ko'p kitob o'qishni va ustozlardan uzoq vaqt o'rganishni talab qiladi. Ushbu murakkab bilim labirintidan o'tish uchun bu ulkan va go'zal ilmni tushunishimizga yordam berishi uchun bizga ana shu bilimlarni mukammal biladigan ustoz kerak. Bular islom hech qachon o'zgarmasligi haqidagi tushunchalar edi. Ammo bu hammasi emas. Iblis bizning dinimizga ergashayotganimizni shunchaki kuzatib o'tirmaydi. U odamlarni adashtirish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanadi. Dinni buzishga qodir bo'lmagani uchun odamlarni undan chiqarib yuborish, dinni haqiqat deb hisoblamaslik va shunga o'xshash boshqa hiyla-nayranglarni qo'llaydi. Buning uchun u quyidagi fitnalardan foydalanadi. Birinchi, islom haqida odamlarda soxta tasavvur hosil qiladi. Ularga islamofobiyani targ'ib qiladi. Shayton va uning askarlari islom asoslarini o'zgartira olmaydi. Shuning uchun ular islomning sof mohiyatini parda ortiga yashirishga urinadi va u haqida yolg'on ma'lumotlarni targ'ib qiladi. Ular foydalanadigan vositalar esa siyosat olami, ko'ngilochar industriyalar va ommaviy axborot vositalaridir. Ommaviy axborot vositalari monitoringi markazi hisobotiga ko'ra, ommaviy axborot vositalari kompaniyalari tarqatadigan ma'lumotlarning asosiysi islomga qarshi ritorika hisoblanadi. Hatto yangiliklarning o'zi musulmonlar haqida bo'lmasa ham. Monitoring 2018-yildan 2020-yilgacha analiz qilingan. Unda 48 mingta maqola, 5,5 mingta video eshittirish, British Company'dan 34 ta media va 38 ta teledasturlar tahlil qilingan. Hisobotga ko'ra islomga qarshi ritorika eng ko'p qo'llanilishi aniqlangan. Yetakchi media platformalaridagi maqolalarning 60% musulmonlar va islom haqida salbiy tasavvurni shakllantiradi. Bu media platformalar qatoriga France Press agentligi, Reuterslar, assotsiatsiyalar pressasi kabilar. Ba'zan aksariyat yetakchi teletarmoqlar ushbu agentliklarning maqolalaridan hech qanday tuzatishlarsiz foydalanadi. Shuningdek, hisobotda bunday xabar agentliklarining sarlavhalari doim islomni turli jinoyatlar bilan bog'lashiga oid ko'plab misollarga ham ishora qiladi. Hattoki bu islomga hech qanday aloqasi bo'lmasa ham. Tadqiqotdagi maqolalarning 7%da islomga qarshi stereotiplar va propagandalar ham mavjud. Bir tasavvur qilinga, islom diniga oid yolg'on ma'lumotlarning shunchalik katta oqimi jamiyatga qanday salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ular bir tomondan zaif musulmonlarni islomdan uzoqlashtirish, ikkinchi tomondan esa haqiqatni izlayotgan musulmon bo'lmaganlarga islomga yaqin ham bormasliklari uchun bu dinga qarshi katta tashviqot olib bormoqdalar. Odamlar shunchalik dangasa bo'lib ketganki, ularga singdirilayotgan ma'lumotlarni shunchaki analiz ham qilib ko'rmaydilar. Agar islomni ozgina bo'lsa ham o'rgansangiz, uning terrorga hech qanday aloqasi yo'qligini, qolaversa tinch yashashning yagona yo'li faqat islomga ergashish ekanligini bilib olasiz. Kim bir jonni nohaqdan yoki yer yuzida fasod qilmasa ham o'ldirsa, xuddi hamma odamlarni o'ldirgan bo'ladi. Kim uni tiriltirsa, xuddi hamma odamlarni tiriltirgandek bo'ladi.
Ya'ni bir kishini nohaq o'ldirish butun jamiyatni o'ldirish, bir kishini halokatdan saqlab qolish esa butun jamiyatni asrab qolishdir deb ta'kidlanadi. Islom terrorni qoralaydi. Islomda terror harom qilingan. Islamofobiyaga o'rin yo'q. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega islom doimo bu tizim tomonidan hujumga uchraydi? Negaki butun boshli tizim yolg'on va tanazzul yo'lidan ketayotgan bo'lsa, unga tahdid soladigan yagona narsa bu haqiqatning mavjudligi bo'ladi va bu haqiqat albatta tizimning nishoniga aylanadi. Davomi keyingi qismda.